Oxirgi marta nima uchun mendan jahlingiz chiqdi? Oxirgi marta qachon jahlim chiqdi? Bugun ertalab deng. Bugun ertalab jahlim chiqdimi? Yo'q. Yo'q, oxirgi marta esimda yo'q, rostini aytsam. Oxirgi marta demak ancha bo'lgandir-da. Lekin Zahar qaynonaligingiz umuman bilinmayapti javoblaringizga qaraganda. Har hafta 2 marta uyimga yotgani borsam, jahlingiz chiqadimi, yo'qmi? Voy, hech jahlim chiqmaydi. Haftalab ham yotasan, 2 haftalab ham yotasan, bir oylab ham yotasan. Men hech jahlim chiqmaydi. Kimisiga ham mayli deng. O'g'lingiz bilan men urushib qolganimda kimni tarafini ko'proq olasiz? Men, конечно, sen tarafda olaman. Chunki bilmadim, men lekin doim kelin tarafda olaman. Hech qachon ular tarafda olmaganman. Nega? Bizlarda kelinlar, qizlar qishloqda aytganday mo'niq hisoblanadi, boyagiday. Gap qaytara olmaydi, ko'p tarbiya olgan qizlar, kelinlar. O'g'il bolalar shundan foydalanib, to'xtamay desa kerak. Shuning uchun kelin tarafda bo'lsam kerak. Скорее всего.